komandalar qo'llab-quvvatlashga juda muhtoj bo'ladi. Komanda xato qilib qo'ysa ham uni poddeshka qilish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. Shunda ochilib ketadi. Har bir xatoni gapiraversangiz, har bir xatoga tanqid qilaversangiz, har bir xatoni yuziga solaversangiz, bolalarda o'ynash ishtiyoqi so'nib ketadi. Uning uchun hammamiz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. E'tibor beryapsizlarmi? Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston eng aktiv davlatlar sirasida turibdi. O'shaning uchun eng kuchli blogerlar ham hatto o'zbeklar haqida turli xil kontentlarni qilishyapti. Nimaga? PR kuch bo'lganligi uchun. Abduqodir Husanovni CT har doim qo'yyapti. Nimaga? O'zbekistondan juda zo'r poddeshka. Ana shu poddeshkani jahon chempionatiga ketgan ukalarimizga ham qilishimiz kerak. Ular inshaalloh robbil alamin mana shu poddeshkadan ruh oladi, ruhlanadi. Erisha olmagan natijalariga erishadi. Sen qila olasan buni deb turishimiz kerak. Tanqid divanga yotib olib, oyog'ini uchida ko'rsatib o'tiradiganlarga e'tibor bermang. Ularni otalari ham shunaqa bo'lgan. Tanqid qilib o'tirib, ana shunaqa bola dunyoga keltirib qo'ygan. O'shaning uchun ularga e'tibor bermang. Bu yerda katta yulduzlar bordir, lekin to'xtatishga bizda Abduqodir. Qanot o'yinchisi kelar o'tdek, uni yanchib tashar bizni Otabek. Nima bo'pti? Ronaldo bo'lsa, Jahongir bizda himoyada tursa, stadionlar titrasin bizni qarshi ol. Ishonmasangiz biz bilan Eldor, Temuriylar jangchilari turar sendek, yarim himoyada mana Abbosbek. Biz yo'ldamiz Amerika qarshi ol, o'zbeklar keldi endi tanib ol. Biz yo'ldamiz Amerika qarshi ol, o'zbeklar keldi endi tanib ol.